Mana shu narsani sotib olish arafasida turganlar, sotib bo'lganlar, hech qilib sotmoqchi bo'lganlar, erkak kishini hammasiga jo'nating. Ishlatib ko'raman, javobini aytaman degandim. Men hech narsa sezganim yo'q. Balki kimgadir ta'sir qilar, lekin menga umuman ta'sir qilmadi. Absolyutni. Men hech narsa sezganim yo'q. Na bir diskomfort ustida qiynalib o'tirib yurganim qoldi. Ta'sir qiladigan narsani ko'rsataman sizlarga. Narxi 700 ming so'm, 800 ming, esimda yo'q, o'sha 1 oydan oshdi, ichib qo'yib bo'ldim. Mana ichida hech narsa yo'q, ko'rishinglar mumkin. Oldin o'zim ichdim, jangga chiqdim. Undan keyin sizga tavsiya qilaman. Bu bat bu, aka bu. Mana siz bittada kuchli qo'radigan dori emas. Bitta ichib siz reski kuchli bo'lib ketmaysiz. Bu bat bu vitamin. Utra deb yozib qo'yibdi, energichniy utra. Ikkita ichasiz, kechqurun ikkita ichasiz. Agar asal-pasal bo'lganda kuchi reski ta'sir qilardi, to'g'rimi? Bosh og'riydi, boshqa qiladi. Lekin aka, bu 2 kun, 3 kundan kelgan, kak bitta o'zingizda bor-ku, Akilesdek, Spartanisdek his qilasiz. Men yon atrofimda 4 ta, 5 ta akalarimga ham berdim, ne buni? Yosh kattalarga bir 40 dan oshganlarga oilaviy duo qilishdi. Bitta sinab ko'ring, siz ham meni duo qilasiz. Keyin 30 yoshdan oshgan hamma akalarga jo'nating. Keyin agar ko'rayotgan bo'lsangiz, pochchamga olib bering mashinani. Bo'ldi, pochchi Gerkules bo'ladi.